raqsga tushaverib bu qizlar o'sha probega ham ketib qolgan uni. Qo'ylovda mustigida turaverib, uni probega ham aylanib, orqaga aylanib ketgan probega o'sha. Voy, onasini yemsin jalab, klublar ham qolmagan. O'sha klublarga ham kirib bo'lmaydi u oblitsovka bilan. Dubay qabul qilmaydigan bo'lib ketgan. Hozir yoshlari chiqyapti, u konkurensiya ham qolmagandan oxiri bir balolar qilib biqinlarni yig'ishtirib olib, men bu yerga tugib, men buni tegidan pantalonni qo'yib, uni ko'tarib olib, unga bir narsalarni yana ko'paytirib, lab qilib Instagramga chiqdi endi bu ifloslar. Instagramga chiqsa, ana ochki ishi aka keladi-da, "Davay" deydi, "Men siz deydi, prosvotlarim qarang" deydi, 5 million deydi. Uncha bloger deydi, ssenariy qilib ham deydi, kino olib ham deydi, bunaqa deydi, anaqa prosvotr kommentga ega emas deydi. Faqat komment bilan kommentning farqi bor. To'g'rimi? Keyin xo'p deydi, u ham, unga ham aktiv kerak-ku. Qarang, tonki joyini o'rgataman hozir, ko'rsataman hozir. U qizga qanaqa foyda? U qizni pulga gaplashadi bo'lasizlarmi? Yo'q, u haromiga ham odam kerak. Men bunga aktiv kerak. Siz telefonni olib kelasizda deydi, mashinada kelasizda deydi. Yoningizda bitta bola o'tirgan bo'ladi dedi. Keyin u bolani deydi, yonida o'tirganda deydi, siz ayol bo'lib turib men bilan gaplashsangiz deydi. Erkegingiz gapirtirmasangiz deydi, uni alfoningizni so'kishadi deydi haligi joyda. Qaranglar, psixologiya jalab. U achki yiballi aqlli ekan jalab. Bir vaqt haligi joyda keyin keladi. Keyin bu mashinada keladi jalab ani qiz bilan. Keladi-da, "Sen men telefon olmoqchi bo'lgan" deydi. Yiban, qatta ko'rgansa shunaqa deyishini. Qatta bor bilan, jinni bilan. Keyin u ham to'g'rida gapiravering, o'zingizda bo'lavering deb qo'yadi. O'zida bo'lmasa, o'zi keltirib qo'yadigan deyjarlar. O'zi aktrisa 5 minut oldin gaplashganman Amatcha bilan. Keyin "Bo'pti-da, xullasda, men telefon ko'rguncha" deb qo'yadi uncha ham chala. Keyin u ham erkegingiz tushsin, haligi joyda komment yozasizlar-yu, ko'p odam "Voy, alfoningiz, ya bu gapirmaydim, men gapirgan joyda" deb qo'yadi. To'lq aytyapti unga. Men gapirgan joyda bu gapirmaydi, keyin yozadi-yu, ko'zi qonga to'lgan bolalar. Endi hammada nafrat, hammada kredit pul to'lanmagan, kimdir xotini bermagan, kimdir er itarmagan, miyaga chiqib kimgadir yozish kerak-ku kommentariyani. O'sha payt, "Voy, pidaras o'tirishini qara" deydi. U bechara, u ham aktyor o'zi. "Alfoningiz, ana yondagini qara, bu" deydi haligi joyda. Pizdes ketadi komment. Hamma nafrat, hamma gunohga botyapti. Bu fitna, bu sahna ko'rinishligini ular aytmaganligi uchun bu real hayotda bo'lyapti deb o'ylayapti. Beyoda odamlar yozadi jalab. Bular hali u dunyoda gunohiga ham qoladi uni jalab. Keyin chiqib qoladi-da, o'zi $1000 ham turmaydigan iPhone'ni 2000 deydi halinga. Keyin aytadi, "Jinnimisiz?" Endi unga ham komment yozadi. "Bu jinnimi bu qiz?" odamlar yozadi-yu. Nafratda-yu hamma. "Bu dalboy yo'qmisan, o'zi $1000 ham turmaydi-ku, basharangni qara turishini." O'tdi kommentda uni labini ham gapirishadi, turishini ham, gapirish ohangini ham, sansirashini ham, tarbiyasini ham hamma yig'ilib qolgan gnevni yozadi halinga. Ana qizga nima foyda edi? 5 million prosmotr bo'ldi video. Ana qizga nima foyda? U qiz atmetga qilib qo'ysa bildirib qo'yadi, ko'ti ochilib qoladi. U qiz ham tonki ish qiladi. O'zini profilidan o'sha videoni kommentiga yozadi. Qalay chiqibdi? Arzonga sotdimmi deb yozib qo'yadi haligi qiz. Pizdesda bular. O'zlaricha super mozg jalab. Elon Musk bilan kelib turib bulardan bilan anaqa oladi. Ana haligi atmetga qilib qo'ysa bildirib qo'yadi. U qiz ham endi podpischik yig'ish kerak-ku, profilni ochib qo'yadi. 10 mingta odamchasi bor edi. Aytib 5 million prosmotrdan bo'lmadi deganda 30 mingta, 40 mingta indeys o'tadimi unga ham? Ha? O'sha payt kommentga kirib yozib qo'yadi. "Nima to'g'rida men telefonimni qimmatga sotishim kerak" deb yozib qo'ysa, hamma o'tib ketadi. Mana sizlarga jala biznes bilan. Endi ular mashina ochib yuradigan ham chiqibdi jalab. Ularda ham bir xil opashkalar, kineyishkalar, shallaqa ayollarni mashinasi quplanib qolaveradi. Hammasi o'sha opaxonni oldiga kelib turib, mashinani ochayotgan payt bundoq achkisi bilan emchaga qarab oldi. Keyin ket kommentda, "Oy, opani emchagini arig'i ko'rinib qolibdimi?" Bittasini olib chiqib, haligi yubkani kalta kiydirib qo'yganda tursigini rangi ko'rinmas debdi. Ko'rinmas. Yaxshilab qarash kerak, ko'z almas bo'lish kerak, rangini aytib berish uchun. O'shanaqa kiyib chiqasiz, opa, kommentariy ko'proq aktiv bo'ladi deganda, u opa ham shuni kiyib chiqqanlar endi. Men ham bir qaragan chog'imda bir trendga chiqaydi, bu itarmagan odam qolmadi, endi internetdagilar itarsin mana degan. Keyin kommentga kirsang 12 mingta komment jalab. Gif qo'ysang ham buncha komment yo'q bilan.
opani ko'rdinglarmi? Men qizil deb baho berdim rangiga desa, bunisi aytadi, "Yo'q, ko'kov" deb qo'yadi. Unisi jala sporlashyapti. Opani turishligini spori ketdi. U jalab mashina quplanib qolgan bilan hech kimning ishi yo'q, jala. Bo'l jala, pizdes, ko'rdinglarmi, sizig'i bor ekan-a. Vah, unaqa ekan. Voy, jalab, tuhmat, buxton, fitna. O'sha kontent qilayotgan bola jumaga ham chiqsa kerak. Ko'cha-ko'yda uncha-muncha odamga ta'lim ham berib qo'ysa kerak dindan. Oy, bidaras bo'lmalar, eng unaqa nima degan gap. O'zini original profilini topsang o'sha ochki taqqanlarni. Menimcha shu Kabani oldi rasmga ham tushgan ular. Unaqa zo'r gaplarni yozib, bu yerda fitna. 100 ming odamni kommentda tuhmatlar qildirib, bir-biriga uyushtirib qarg'ab biladi. Qarg'ab biladi. Nariyoqqa pizdes yozdilyapti mana bu yerga. Chap yelkaga yozilyapti. Pidaraslik qilgansan degan xat yozilyapti. U bilan hech kim ishi yo'q. Bunisi chiqib jalab sotilmasa uyi novostroykasi, u ham bitta amvatchani olib chiqib qo'yadi. Xizmatni yana qilaman, bizda mana shunaqa rezidens bir baloda uy sotilyapti. Voy bilad, u orqadagi stroyka bilan hech kim ishi yo'q jalab. Hamma jalabni rangi qanaqa ekan, rangi qanaqa ekan. Bo'ldi-da endi jalab. Bittasi jalab shehid xotiniman deb boshidagi hamma tillasini kelib sochyapti. Tanimaysizmi meni shehid xotiniman deb yibanashga jalab. Byujeteriyani olib kelib tashlab. Uni ko'rganingdan keyin sen komment yozmasdan chiqib keta olmaydigan ssenariy qilyapti-da bular. Quturyapsiz-da siz, quturib unga yozish kerak bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Yozish kerak bo'lyapti. Chunki o'sha dardi ichida odamlar o'sha payt kommentariyada hali o'rnayna deb so'kib tashlashyapti, maza qilishyapti, qarochi bor-ku. Ularni kuzatib, men kayf qilaman, qarochi bor-ku. Haligilarni ko'rib, men maza qilaman bilan, maza qilaman. Tas ketdi. Men dedi, Chorvoqqa dedi, siz telefoningizni olgani keldim desa, ana qizim, nima o'z kirmaysizmi? Ichkariga deb qo'yadi. Keyin kommentda nima? Miyasi jalab haligi tashaqqa tushib qolgan yosh testosteron miyaga urgan bolalar-ku. Kommentga kirsa, "Vasha alohida bo'yapti" o'tda. Aka, shundoq jonon, sizni ichkariga chaqirdi, kirmadingiz. Bittasi nima qo'yadi? "Ha, aka, taqvoda ekansiz-a. Chotki olib borar ekansiz, javobini berib qo'ydingiz jononni, gunohga botmadingiz" deb qo'y. Voy jalab, u hali bilib pizdes ham u. Yaxtaga ham kiyib olgan bo'lsa kerak jalab bor-ku. Biladi, вы что думаете, что мы ебанутые? Нет, это вы ебанутые. Не мы ебанутые. Это вы ебанутые, которые эти контенты делают. Вы ебанутые. Я вам преподнесу по-любому. По факту. Просто sizlar jahlim bitta joyga chiqib qoldi. Ishim yo'q. Xohlagan kontentini qilsin. Biz ham qizdan olib chiqamiz. Biz vayn qilib olib chiqamiz. Sahna ko'rinish qilib olib chiqamiz. Biz bildirib olib chiqamiz. Mayli unisi ham. Po'xo'y. Просто bitta achinayotgan narsa. Meni auditoriyamda 90% o'g'il bolalar. Va biz o'g'il bolalarni bular ustidan kulishyapti. Как будто bizni bolalar, mana sportsmen o'ziga qaragan, qoravoy zo'r bolalar, ularni nazarida, ularni naznida biz голодныйmiz. Голодный. Mana shu kommentlar to'lib ketgan. Голодный bo'lib ketyapti. Как будто ularda, tushunyapsizlarmi? Bu ular izdivosiya qilishyapti. Ustidan kulish bo'lyapti. Massiviy degradatsiya ketyapti, massiviy ongsizlantirish va massiviy tashoni qo'yib nag'li ustidan kulish ketyapti. Shuncha ko'zinglarni ochinglar, unaqa joyda komment yozayotganinglarda ham, misol uchun ko'ringlar videoni, lekin fikrni unaqa qoldirmanglar-da, "Ey, sen nima sahna ko'rinish qilsan? Gapingga javob berasanmi? Shu voqea rostdan bo'lganligiga" deb so'rab oladigan kommentlar yozinglar degan niyatda gapiraman. Просто mujiklarni ustidan, zdravo bolalarning ustidan, uncha-muncha qizlarni ko'rganda pashol nahvi dalbayobga deb so'kib beradigan zdravo bolalarning ustidan kulayotganiga meni jahlim chiqyapti. Boshqasi bilan ishim yo'q. Xohlagan kontentini qilsin, yeyaptimi, qilsin. Просто o'sha joyga kelganda izdivosiya qilmasin insonlarning ustidan. Bo'lgan voqeani yoki sahna ko'rinishida prosmotr uchun qo'yamiz deb qo'ysin oxirida yoki boshida. U jalab real voqeadek qilib u video tarqaydi, dunyoga chiqadi. Demak, o'zbek ayollari shunaqa bo'lib ketibdimi? O'zbek qizlari shunaqa bo'lib ketibdimi deydi. Viloyatdan Toshkentga kelmagan viloyatdagi odamlar Toshkent shunaqa buzilib ketibdimi? Bolam qo'yaqa Toshkentga borma, qara mana qizni turishini, tanimagan erkakni sansirab tashlayapti. Labini qarab, pidarazi, bu nima degan gap bolam deydi. Shunaqa fikr paydo qilib qo'yishyapti. Boshqa gap yo'q o'zi aslida.